Hammaga assalomu alaykum, hurmatli traderlar. Bugun sizlarga yana bir matematik strategiyani tushuntirib beraman. Uzoq muddatli tanaffusdan so'ng sizlarga yana bitta strategiyani o'rgatishga qaror qildim. Ushbu strategiyalarning hammasini birlashtirgan holatda o'zimizning Mars Trader VIP mana shu kanalimizga signallarni har kuni mana shunday shaklda berib boramiz. Sell zona va buy zona deb. Ushbu zonamizdan kun davomida narx harakatlanadi. Xo'p, sizlarga tushuntirib bermoqchi strategiyamni biz Trading View'da ko'ramiz. Ushbu strategiya uchun bizda Trading View faqat yana kalkulyator kerak, boshqa hech narsa kerak bo'lmaydi. Xo'p, ushbu strategiyamizda ishlatgan formulamiz shuki, 45 gradus, 26-25 gradus, 18-25 va 13-75 graduslar kerak bo'ladi. Ushbu graduslar kerak ham emas, lekin kerak bo'lgan paytda ishlatsak bo'ladi. Xo'p, bizda kerak любой maksimumni minimum yoki minimum maksimum kerak bo'ladi. Xo'p, mana shu maksimumni olamiz. 4755. O'zi qoidasi bo'yicha mana shu yerdan aynan mana shu gradus o'lchalaydigan instrument bilan 45 gradus tortishimiz kerak. Yana bir narsa, ushbu strategiyani ishlatishdan oldin biz mana shu shamlarni ustiga 2 marta bosib, mana shu yerdan 3-chisidan mana shu bitishgani yoqib nastroykasini 1 qilib olishimiz kerak. Shunda qimirlamaydi grafik. Xo'p. Ushbu maksimumdan biz o'zi qoidasi bo'yicha 45 gradus tortishimiz kerak. Uzun liniyani chizib olib, gradusga 45. Ko'rishingiz mumkin, narx ushbu joydan o'zi buni qoidasi bo'yicha 45 gradusdan narx tepaga ketishi kerak, lekin buzib ketilgan. Ushbu joydan ko'rishingiz mumkin, buzib ketishidan oldin ham narximiz 140 pips tepaga harakatlanib bergan. Va qaytarib ko'rishingiz mumkin, ushbu liniyaga tegib yana pastga o'qib bergan. Va bizda keyingi zonamiz 26-25. Ushbu zonamizdan yana bir, ya'ni mana shu minimumdan yana bir liniyani uzun chizib olib, mana shuni koordinatasiga qarab 25 u 26 1 minut. 26-25. 26-25 deb yozib olamiz. Ko'rishingiz mumkin, ushbu liniyaga narx tegishi bilan tepaga bu 5 minutlik time frame, hozirda 1 minutlik time frame ham 100 pips yurib qolyapti. Ya'ni 1 minut ichida ushbu zonamizdan narx liniyaga tegishi bilan ko'rishingiz mumkin. Mana shunga hisoblasak ham 160 pips tepaga harakatlanib bergan. Ushbu strategiyani o'zimdan qo'shgan holatda, ya'ni backtestlar natijasida shuni anglaganman, ya'ni shuni tushunib yetganman, sizlarga ham bu narsani tushuntirib beraman. Ya'ni bizga 45 gradus yoki mana bu yerdagi graduslar az kerak emas. Buni o'zining qoidasi bor. Ya'ni bu shaxsiy qoida desa ham bo'ladi. 4755 kalkulyatorga kiramizda 4755 buni ko'paytiramiz har doim 9 ga. Har doim 9 ko'paytirganimizdan so'ng 42 chiqyapti. Buni biz 2 ga bo'lamiz. 21 21. Ushbu joydan, ya'ni minimumdan biz bitta uzun mana shuni chizib olamizda, koordinatasiga kiramizda. 21. Xohlasak to'liq yozamiz. 21 keyin 21. Ko'rishingiz mumkin, ushbu joydan, ya'ni bu shaxsiy gradus deyiladi, shaxsiy raqam deyiladi. Mana shu yerdan narxda harakatini ko'rishingiz mumkin. Narx liniyaga tegishi bilan, ya'ni mana shu minimumdan hisob-kitobdan chiqqan sonni gradusga qo'yganimizga mana shu liniyaga tegishi bilan narximiz 600-700 pips harakatlanib bergan. Ushbu strategiyamiz любой joyda ishlaydi. Любой maksimum va minimumda. Hisoblozimiz ham juda kichkina. Xo'p, ko'rishingiz mumkin, ayni bozordagi real holat bilan ko'ramiz. Bizda bor maksimum 4967. Ushbu raqamni 4967. Ushbu raqamni biz 9 ga ko'paytiramiz va chiqqan sonni 2 ga bo'lamiz. 22350 bor. 22 deb olsak bo'ladi. Ushbu instrumentimizni olib, ushbu joydan koordinatasiga selga ishlamoqchi bo'lsak, oldida minus qo'yamiz. 22
35 20 minus 22.35 deb qo'ysak ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin ushbu joydan narximiz liniyaga tegishi bilan mana narx mana shu yerdan qaytib kelib, mana shu liniyaga tegishi bilan 60-61 atrofidan 250 pips pastga harakatlanib bergan. Bu boy minimum yoki maksimumda ushbu strategiyani ishlatsak bo'ladi. Xo'p, take profitimiz, take profit 1 70 pips, take profit 2 esa 200 pips take profit, ya'ni full take profitimiz 370 pips. Mana shu joyda ishlamagan ko'rishingiz mumkin. Narxda bittadan bosmam. Mana ko'rishingiz mumkin. O'zi bu yerda ishlamaslikdan yana biri juda bir katta impuls bilan bozor tushib kelyapti. Ushbu momentda ishlamaydi. Xo'p, mana shu nima deydi, maksimumni olamiz. Maksimumni olamiz. Ko'rishingiz mumkin, ushbu maksimumgacha narx ranjga tushib kelyapti. Bu esa zonaning ishlashidan, yaxshi ishlashini kafolat beradi. 4854, 4854, 4854, 4854. Buni bo'lamiz. Buni ko'paytiramiz 9 ga va bo'lgan chiqqan sonni 2 ga bo'lamiz 21. Ushbu maksimumni o'zidan 21. 21.3. 21.8 minus 21.8. Ko'rishingiz mumkin, ushbu liniyamizga biron pips yetmasdan, ya'ni ushbu strategiya, bu matematik strategiyaligi uchun plus minus zona olinadi. Ya'ni liniyaga yaqinlashsa, 41-40 sniper entry mana shu joydan bemalol kirsak bo'ladi. Stop lossimiz mana shu liniyani qaysi time frame'da olgan bo'lsak, o'sha time frame'dagi sham buzib ketilsa, ushbu zona stop loss olinadi. Ko'rishingiz mumkin, ushbu zonadan narximiz 680 pips pastga qulab bergan. Xo'p, yana bir misol. Xohlaganimizni ko'rishingiz mumkin. Mana shu yerda 4715. 4715 buni ko'paytiramiz har doim 9 ga bo'lamiz 2 ga. 21 deb olsak ham bo'ladi. Ya'ni plus minus zona. 21. Ko'rishingiz mumkin, ushbu zonaga narx 2 marta kelib bo'lsa ham aynan mana shu liniyadan narximiz 1740 pips tepaga harakatlanib bergan. Sizlarga o'rgatmoqchi bo'lgan strategiya mana shundan iborat edi. Agarda kimdir tushunmagan bo'lsa, ushbu strategiyani Mars Trader Telegram kanalimizga o'tib, mana shu Mars Trader lichkasiga yozishingiz mumkin. Ushbu kanalimiz reklama. Agarda kimdir ushbu strategiyani tushunmagan bo'lsa, Mars Trader Telegram kanalimizdagi mana shu kanalda admin lichkasi bor. Mana shu admin lichkasiga yozib, savollaringizga javob olishingiz mumkin. Ushbu Telegram kanalimizga hammani kutib qolamiz. Ushbu kanalimiz mutlaqo hammaga tekin. Har kuni mana shunday matematik strategiyalarni, 300 dan ortiq matematik strategiyalarni birlashtirgan holatda aynan mana shu kanalda mana shunday shaklda zonalar, mana shunday shaklda signallarni berib boramiz. Ushbu zonalardan narx har kuni harakatlanadi. Hammani ushbu kanalga kutib qolamiz. Ushbu kanal mutlaqo hammaga tekin. Videomiz, ya'ni ushbu strategiya yoqqan bo'lsa, test qilib ishlatib bo'lgan bo'lsangiz, mana shu videoni kommentarda o'z fikringizni yozib qoldiring.